Haqiqiy crash test ko'ramiz sizlar bilan. Ketdi. Voy, bemalol bu. Ma'mulani mana. Voy, ko'rdim demayapti-yu. Bu eng qizig'i izgirt bilan archaga ishlov beradigan kustarez bu. Bu qurigan taxtani qaranglar, qana. Ko'rdim demayapti, buni qaranglar. Archalar yoki izgiritlar buni qalin bo'lmaydi. Eng qiziq qurigan ham bo'lmaydi. Ular yumshoq bo'ladi. Soch tolasidagi narsani kesish uchun mo'ljallangan, lekin baquvvatligiga e'tibor beringlar. Eng qizig'i stopini ko'ryapsan mana. Endi motor o'chdi. Mana birdan stop bo'lyapti, keyin motor to'xtadi. Sezilyapti. Bu narsa nima deyiladi, seri? Nima deyilardi? Mana bitta, mana bunaqasidan ham ishlasangiz bo'ladi. Menga yoqdi, sizlarga yoqdimi yo'qmi? Fikringizni izohlarda qoldirsanglar bo'ladi. Xohlasangiz bunaqasiga qo'lingizga moslab ishlataverasiz. Idealniy yechim, idealniy apparat. Narxini pastda qoldiraman. Polvondan kustarezimizda professionallar uchun.